Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Cursor Rules, ya'ni Cursor Project Rules haqida gaplashamiz. Ya'ni bu sezganingizdek, demak, Cursor kod editori bo'yicha bo'ladi va bunda Project Rulesni qanaqa qo'llashimiz haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lamiz. Juda ham muhim narsa bu. Cursordan unumli foydalanishda eng yaxshi tomoni uni o'sha o'zini dokumentatsiyasidan har xil o'zimizga kerak bo'lgan qanaqadir mavzular deymizmi, ularni bir qisqacha o'rganib olishda. O'shanda bemalol biz maksimalni bundan foydalangan bo'lamiz. Okey. Давайте bo'lmasam, men mana bu yerga qo'yib qo'ygandim. Mana bu Gemini Pro haqida gaplashdik. Buni o'chirib tushsam ham bo'ladi. Cursor ID. Demak, biz to'g'ridan-to'g'ri mana bu user rulesga o'tamiz. Chunki bu juda ham muhim. Shuni tanladim. Xo'p, давайте biz bunga kira olamiz. Bo'ldi. Bizga qolgani shart emas hozircha. Endi bu rejam o'zimni shuni not qilib olganman. Shtobi keyingi videolarda o'sha videolar title'larni chiqarish boshqa. Xo'p, bu yerda juda ham bir yaxshi GitHub repository topib oldim. Bu nima desanglar, Awesome Cursor Rules degan, ya'ni bir akamiz qilgan ekanlar shuni. Xo'p, bu yerda nima bor desak, bu yerda misol uchun siz qilmoqchi bo'lgan loyihangiz, o'sha loyihani to'laqonli kursorda qanaqa ishlatish bo'yicha ma'lumot berilgan. Misol uchun kelinglar, o'zi Cursor Rules nima, o'zi shuni bilib olaylik-da. Demak, bu shunaqa bir feature ekanki, Cursor AIda dasturchilarga maxsus project specific instruksiyaga amal qilish uchun ya'ni o'sha mana biz kursordan chat bilan foydalanamiz, bu ba'zida bilmaydi, bilsanglar noto'g'ri qilib qo'yadi, to'g'rimi? Biz xohlaganday qilmay qo'yadi. Misol, birinchi promptimizda, keyin uni yana qaytadan tushuntirish kerak. U qara, men React qilyapman yokida men Node.js projekt qilyapman yokida Java qilyapman. Sen bunga qara-da deb birinchi o'qitirish kerak bo'ladi-da, to'g'rimi? Keyin tushunadi, keyin bir to'g'riroq javob beradi, aniqroq. O'sha uchun ya'ni siz loyihani boshlashdan oldin kursorda aniq javob berishini xohlasangiz, nima qilish kerak? Cursor Rulesni o'sha narsani qo'llashimiz kerak. Xo'p, buni qanday qilamiz? Mana bu yerda demak, bizda mana shunaqa bir fayl turi bor, shuni yozib, bu yerda endi ma'lumotlarni aniq qilib ko'rsak bo'lar ekan. Endi bu yerda umumiy ma'lumot berilgan. Men linkda mana iloji bo'lsa video tagiga qo'yaman yokida mana o'zingizlar Awesome Cursor Rules deb yozsangiz ham chiqadi. Xo'p, bu yerda mana ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Misol uchun mana Frontend Framework Library'ga kiraman. Qarasanglar, Angular'da Cursor Rule qanaqa bo'ladi? Misol uchun bilasizlar-ku, frontend, backend dasturchilar, umuman dasturchilar o'rtasida best practice juda ham muhimda. Ya'ni ayni bitta framework yoki library'ni yaxshi amal qilib yozish uchun, best practice'ga amal qilib yozish uchun har xil nimalar kerak bo'ladi. Misol uchun aytaylik, mana men ko'proq foydalanganim mana bu masala uchun. React, TypeScript, Shadcn UI. Ustiga bosamanda, bunga qarasanglar, rule bor bu yerda, rules. Mana aytgan. Sen deyapti Expert AI programming o'qitadi-da, kursorga o'qitadi. Ya'ni sen shunaqasan, ya'ni React bilan TypeScriptga aloqador bo'lgan kod yozadigan odamsan, yoki shunaqa bir assistentsan deb tushuntiriladi-da. Keyin u kursor o'zi tushunadi, demak bu loyiha, bu yozayotgan loyiha shunga aloqador ekan, mana bu kutubxonalarga aloqador ekan va men shu bo'yicha ishlatishim kerak ekan degan ma'noda. Aytayaptiki, you provide accurate, factual and thoughtful answers, bla bla bla. Ya'ni style structure qilgan, ya'ni conventionlarga e'tibor bergan, TypeScript usage, UI styling, performance optimizatsiya qilib ketgan birdan kodlarni deyapti-da. Va boshqa rullarni nima amal qilgan, dangasa bo'lma deyapti. Hamma kodni men so'raganday yoz, u yoq bu yoq deb kursorga как бы o'qitadi-da. Endi kelinglar, frontendni ko'rdik, yana backend qismini ham ko'raylik-chi. Bu yerda hammasi bor. Mobil bor mana, CSS ga aloqador, database ga aloqador, API testing mana hammasi bor-da. Misol uchun backendga kirsak, backend nima bor ekan? Convex based practice bor ekan, bizga Convex shart emas. Keyin mana Node.js, toza Node.js yozish, ya'ni o'sha loyiha qurish, o'sha loyihaga asoslangan. Keyin bu yerda Go development ekan, Go dasturlashtirish orqali Kotlin bor ekan, yana nima bor ekan? Python, Django bor ekan, Fast API based practice ko'ryapsiz. Hammasi mana Nest.js bor misol uchun. Endi men ishlatadiganim Nest.js based practice bor. Keyin Express yo'q ekan. Express hisob bo'lmadi. Hozir ko'raylik-chi. Express. Mana Express ham bor ekan. GVT bilan vahsha qarang, hammasi bor-da. Olasiz, qo'yamiz, foydalanamiz mana. Bo'ldi. Mayli, endi ko'p gapirmaylik. Nazariycha ko'p ko'rib ketaman-da.
Давайте bo'lmasam amaliyotga o'tib ketaveramiz. Mana o'zini nimasi ham bor, dokumentatsiyasi, shuni o'qib, o'rganib ko'rsanglar ham yaxshi bo'ladi, yomon bo'lmaydi, zarar qilmaydi. Mana bu aytyaptiki, bu scriptda mana bu cursor rules degan scriptda endi cursor rules degan papka yaratish kerak ekan. Bu nima qilgan? Misol uchun cursor rules degan nuqta bilan yaratgan. Bu уже eskirdi. Bu bo'lmaydi. O'sha uchun biz yangi anonsiga amal qilishimiz kerak. Ya'ni project rules qanaqa bo'ladi? Cursor degan bitta narsa ochar ekanmiz, shuning ichida rules deb yozar ekanmiz. Version control is scoped to your code base. User roles global to your cursor environment defined in settings and always apply. Bla bla bla. Tushundingmi? Mana qanday ishlaydi deyapti. Katta language modellar memoryni aniq qila olmaydi deyapti completionda. O'sha uchun deyapti, bu ruleslar juda ham muhim deyapti. Mana yangi setting qo'shdim deyapti. Va hokazo, mana kursor, hop, okey. Yana endi bironta narsa qolib ketmasa, shuni bir ko'rib olyapman-da. Bu yoqda mana aytayaptiki, o'zini mana bunaqa turi bor ekan, always apply, ana как бы o'sha kursorda umumiy boshqarasida nima bo'lishi kerakligi va hokazo. Mana bu yoqda project backend uchun alohida, project uchun alohida, ko'ryapsiz? Bu kengaytirilgan variant. Bu server uchun, bu frontend uchun alohida. Mana bu yerda cursor rules bor. Hozir mana bu yerga kiraman. Xo'p, bu uchun settingga kiramiz. Mana kursorda o'zini settingga kirib olamiz. Mana men Pro bilan ishlataman. Agar Pro ishlatsangiz, bu yerda umumiy juda ham ko'p featurlar ochiladi sizga, shunisi bor. Xo'p, keyin mana user rulesga o'taman. Rules in memory degan joy bor. Memoryga qarasanglar, chatimga asoslanib yodlab boraveradi, bu o'rganib boraveradi. Rulesga qaranglar, mana rulesga. Men bir ikkita qo'shganman-da, endi o'zimcha qaranglar. Aytayaptiki, komponentlarni structure'ni logically qilgan, export, some component, helper type'larni qo'shgan deyapman bunga. O'qityapman. Ya'ni bu asosan React proyektlarim uchun, endi ko'p React yozganim uchun shuni qo'yganman. Keyin implement early returns for better readability. Ya'ni har xil, misol dry prinsipiga amal qilgan deganman. Functional declarative programming patternlardan foydalan, har xil dizayn patternlaridan. Keyin readable TypeScript kod yoz. Har doim deyapman, latest stable version of TypeScript, ya'ni TypeScript JavaScript eng oxirgi versiyalaridan foydalan. Shuningdek React Next va hokazo. Endi ko'p ishlatayotganlarimni yozib qo'yganman. Ya'ni bu umumiy loyihalarda ishlatiladigan rolda, bu umumiy rol. Lekin ma'lum bir proyektda, misol Pythonda loyiha qilyapsiz, Flaskda yoki Djangoda, unga alohida rol yozsangiz, bu juda effektivni bo'ladi. Xo'p, davay, tushundingmi? Endi bu yerda ko'rsatgan. Generate cursor rules deyapti. Generate unit conversation. Conversation o'zida birdangina generate qilib olsang bo'ladi deyapti. Va hokazo. Okay. Best practice'ga good rules deyapti. Keep rules under 500 dan ko'payib ketmasin. Bu endi kursor o'zini misol nimalari. Keyin mana agent nima qilsangiz bo'ladi? O'zingizga agent qurib olsangiz bo'ladi. Ya'ni sizga domain specific agent bo'ladi-da bu. O'zi umuman ko'p narsa emas. Shuni olib bir o'rganib chiqsanglar, ancha bir foydali bo'ladi. Davayda men o'zimni nimamga qaytaman. Demak, men project rules deb cursor.rules deb ochishim kerak ekan. To'g'rimi? Version control scope deyapti. Mana bu yerda bizning o'zimizning faylimiz ham bor mana. Cursor rules mana. Cursor.rules bo'ldi. Demak, men kelinglar backenddan boshlaylik. Buni o'chiraman. Backenddan misol uchun aytaman. Bu yoqda kursor deyman. Uzr, katta bo'lib ketibdi. Xo'p, kursor deymanda, keyin mana bu kursorlar rules degan papka ichida. Rules. Mana shu rules ichiga yozar ekanmiz. MDC fayl, har xil MDC faylda yozar ekanmiz. Keyin shu bu yoqda endi generating rules deyapti. Qani bu yoqda qanaqa ekan? Okay. Tushunali. Demak, biz mana bu yerga kelamizda, boyagi nimamizdan foydalanamiz. Mana bu Express.js, Node.js, Express, Database, Mongoose Orem va hokazo narsalar. Hozir buni qisqartiramiz, o'zimizga moslaymiz. Va buni ichiga endi biz bironta bir nima deymiz endi? Aytaylikki, backend MDS deyman. Shuni desam bo'ladimi? U ana, o'zi tayyor qilib yozib berdi, qaranglar. Description, globals, always apply true va hokazo. Mana o'chirib qo'ysa bo'ladi, har xil narsalar qilsa bo'ladi. To every chat and command key request deyapti. Ya'ni hamma chat nimalarida qo'l keladi deyapti. Okay. Bo'ldi, men buni kopiya qilaman-da, keyin mana bu yerga o'tib tashlayman. Endi buni description yozib qo'ysam ham bo'ladi. Misol uchun aytaylikki, this
ne deyman, this rule is only for deyman express based backend projects uchun deyman, to'g'rimi? Endi globus bu yerda menimcha bilmadim buni. True bu как бы birdan apply qilsinmi yoki yo'qmi, shuni aytyapti. Okay. Shu biz o'z text stacklarimizni nima ishlatganmiz qarang. Controller shu JavaScript ishlatganmiz, bu okay. Keyin bunga men MongoDB ishlatganman adashmasam. Endi bilasizlar, bu o'sha chat appimiz bor edi, o'sha. Adashmasam MongoDB ishlatgandik bunga. Qani edi? Express.json va hokazo. Tak, qani edi? Mana models bor, MongoDB, mana MongoDB Mongoose ishlatilgan, bo'ldi. Demak, mana bu to'g'ri ekan bizniki. Admin panel front-end uchun shart emas bu. Prosta authentication JSON web token ishlatganmiz. Bu turadi. Version control, deployment, Docker hozir bunga ishlatmaganmiz, lekin kerak bo'ladi, to'g'rimi? User requirementda nimalar? Adhere to the specific user flow, mana game roles strategiyasi. Peak submission nima qilgan va IP endpoint business logikasini o'ylagan va hokazo. Mana как бы code quality, user flow hammasi ana shuni ichida bor mana. User browse available pools, sum of the 3 rupees per pool, comprehensive payment for requirements, endi bu payment uchun ekan. Uzr. Keyin va hokazo narsalar. Shu pick score, win, loss, age, oho. Xolos, mana shunaqa narsalar ekan. Endi limit requestlar, har xil narsalar. Agar biz buni o'chirib tashlab o'zimizdan yozsak bo'ladi. Qanaqa qilib deysizlarmi? Menimcha yana kursorda o'ziga aytaman. Misol uchun aytamanki, generate cursor rules deyman. For my menimcha ko'rinyapti sizlarga. Bu yerda men avatarkam ko'rinib tursa, hozir buni sal buyoqqa qo'yib yuboraman, o'shanda ko'rinadi. Mana. Generate cursor rules for my backend aytaylik Express and Node.js application deyman. Tak, buni как бы generate qiladi va bu backend nima uchun menga yozib berish kerak, qanaqadir ma'lumot. Mana project rule uchun yozib beryapti. I've added set of curls under backend cursor rules, mana ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Cursor rules backend aytayaptiki standard for JS files va hokazo. Buni o'zi yozyapti. Ya'ni o'zidan optimal rule so'rab, o'zidan olib foydalansak bo'ladi-da, ko'rdinglar? Ya'ni ChatGPT olsa ham bo'ladi yoki clouddan farqi yo'q. Lekin endi bizga GitHubdan oldik. GitHub ham shu unaqa hammasini bermagan, asosiyisini berganda, o'sha uchun biz o'zimiz qaror qildik, o'zimizga mos bo'lgan nimani yozish mana. Core backend nima, keyin mana Express uchun ham yana yozdi, ko'rishingiz mumkin mana. Xo'p, description, API errorlar uchun alohida yozdi. Ya'ni bu best praktikaga amal qilgan holda yozyapti cursor rule-da endi. Mana o'zi kerakli joylarni yozdi. Ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Zo'ra. Endi shunga amal qilib, misol uchun zo'r kod menga generatsiya qilib beradi-da. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, middleware'lar har xil fayllarimgacha, ya'ni folder structure'imgacha o'zim tushuntirib berdim misolda endi bu. Misol buni o'zingiz o'zgartira olaverasiz bemalol. Mana bu yerda keep all qilamiz. Mana bunga qarasanglar, aytayaptiki, set cursor of nima qildim deyapti. Mana bu backend uchun qo'shdim. Documents project structure entry points bla 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 deyapti. Keyin mana Express convention uchun qo'shdim deyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Zo'ra. Bu endi ruleslarimiz. Men aytaman endi, qarang. Yana bitta buni o'ziga prompt beraman. Endi sen deyman, senior dasturchisan deyman. You are deyman, a senior software engineer deyman. Mana for whole projects, bunday deyman, qarang, for enterprise leveldagi loyihalar uchun make my Express and backend texnologiyalarni yozib boriladi. Express Node.js backend deyman. Keyin yana nima ishlatdim? MongoDB. Keyin yana va hokazo narsalar. Asosiysi shu. Endi asosiylarni kiritasiz. Misol uchun loyihani boshida siz asosiylarni kiritib olasiz, keyinchalik yana kirib ketaverasiz. Mana shunaqa. Enterprise loyihalar uchun more professional deyman. Mana. In my rules, cursor rules deyman. Mana
ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Bo'ldi. Ya'ni sen senior software injenersan va shunga aloqador menga zo'r kursor rule yozib ber, loyiha project rule'imni yozib ber dedim. Va bu endi yozib beradi. Ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Mana shunaqa qilib o'zingiz generatsiya qilib yozsangiz ham bo'ladi. Va yana bitta narsani aytmay ketdim. Siz misol uchun har xil loyihalar qilasiz-ku, bir xillik. Misol uchun siz front-endchisiz, front-end qurasiz. Back-endchisiz, back-end qurasiz. Nimada qurasiz? Texnologiyangizni aniqlashtira oling. Misol uchun men front-endda ko'proq yozsam, React bilan Next.da yozaman ko'proq. Nima qilaman? Shunday rules memoryga kelamanda o'zimga qo'shaman. Mana bu yerda add rules degan joyi bor. Mana shuni qo'shib ketaverasiz. Misol uchun dryga misol uchun aytaman, follow always deyman. Misol uchun follow keys principles deyman. Keys and nima deyman? Solid principle. Ya'ni mana shu prinsiplarga amal qil deyman. In my all projects misol uchun. Bu ham bir rol, lekin bu umumiy rol, global rolda bu. Bu hamma nimalarga ketadi, loyihalarga. Chunki bu editorning roli. Lekin mana bu narsa bu loyihaga asoslangan rol hisoblanadi. Tushundingmi? Mana loyihaga asoslangan rol. Misol uchun mana shunaqa. Senior injener sifatida mana observability'larni bir-birlariga yozib qo'shyapti. Bu narsa bizga ancha nima deydi? Professional kod yozishimizga yordam beradi. Misol uchun siz aytadi-ku, EA dan ham o'rganyapsiz, ham bu sizga ustoz bo'lyapti. Ya'ni senior dasturchi bo'lyapti. Agar siz senior bo'lmasangiz, misol uchun-da. Mana shunaqa. Bundan ancha-muncha narsani o'rgansa bo'ladi. Men security uchun, performance uchun bundan foydalanaman deyapti. Startup shutdown uchun, konfiguratsiyalar, secretlar uchun, deploymentlar uchun va hokazo narsalar mana nimalar qo'shib ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Shu umumiy narsa shu. Endi nima bo'ladi desangiz, endi siz misol uchun har xil kod yozasiz-ku, misol uchun kod yozasiz. Endi shu kodingizni refaktor qilib beradi. Misol uchun yozgan kodingizni o'zingizni rulesizga asoslangan holda refaktor qilib beradi. Va bittasini qilib beraman men. Men aytaman, mana shu global error handling ni aytaman. Let's make it ya'ni mana shuni deyman. More professional according to my project rules deyman. Ya'ni mana shu как бы modulimni global error handle degan modulimni professionalni qilib yozib ber, shtobi mani project rules'imga asoslangan bo'lsin. Chunki men project rules'imda nima deganman? Sen senior software engineer sifatida harakat qilgan deganman-da, EAga. Bu narsani u yaxshi tushunadi-da va menga nima deydi, yaxshilab beradi. Men ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Hamma kod bezimni tahlil qilib, hattoki yozib berdi. Ya'ni bundan ko'rko'rona foydalanish xato. Endi men prosta example qildim. Misol uchun, siz global error handle ni o'zingiz birinchi yozing-da, maslahatim. Keyin uni refactoring uchun so'rang EAdan yokida mana har xil best praktikalar bo'ladi, performance ga aloqador narsalar bo'ladi, keyin accessibility narsalar bo'ladi, to'g'rimi? Dasturchilar o'rtasida ko'p qo'llaniladigan narsa. Shunga aloqador bo'lgan qoidalarni bunga apply qilsangiz bo'ladi. O'shanda zo'r ishlaydi bu. Mana aytayaptiki, Apple utility robust bla 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 keyin serverga qo'shaman deyapti. Reja qilib olyapti endi. Va tuduvchilar har xil o'ziga tuduv qilib oldi va mana ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Klassga asoslangan error handling yozib berdi. Ya'ni global error handling. Va bu yerda mana nima request id middleware, logger middleware va hokazo narsalar yozib berdi. Shu asosiysi shu. Men bu yoqda middleware'da to'xtalganim uchun bu yanada boshqa middleware'larni ham rivojlantirishga tushib ketdi. Ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin mana. Va mana error handling uchun umumiy qanaqa message kelishlari, nima qaytadi bu yoqda. Bu endi umumiy narsalar. Shu. Va mana bu oxirida endi import qilib qo'ydi. Bu aytayaptiki, enterprise create middleware and utilities align with your new rules, bla bla bla. Okay, shu. Mana shu narsalarni demak aytmoqchi edim. Shu menimcha foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar. Shu kursor ishlatib yurgan dasturchi tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Foydali bo'ladi ancha. Mana bunga amal qilib o'zingizlar o'rganib chiqsanglar yaxshi. Baribir o'zini taklif etasak kelmaydi. O'ziniki yaxshi baribir. Shu o'zidan yaxshi o'rganib, bu yoqda loyihangizni apply qilsangiz bo'ladi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar.